Tushda pasport ko'rishning ta'birlari. Yangi imkoniyatlar. Pasport tushda ko'rilsa, bu yangi hayot bosqichiga o'tish, chet elga chiqish yoki muhim qarorlar qabul qilishga tayyorgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Shaxsiylik. Pasport sizning kimligingizni bildiradi. Tushda pasport yo'qolsa yoki topilsa, bu o'zini yo'qotish yoki qayta topish bilan bog'liq his-tuyg'ularni ifoda etishi mumkin. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Agar tushda pasportni izlayotgan bo'lsangiz yoki u bilan bog'liq muammo yuzaga kelsa, bu real hayotingizda qandaydir ruxsat, hujjatlar, ish yoki sayohat bilan bog'liq tashvishlarni aks ettirishi mumkin. Cheklov yoki ozodlik. Tushda pasport sizni chegaradan o'tkazish uchun kerak bo'lgan narsa sifatida ko'rinadi. Bu sizning ozodlikka intilishingiz yoki nimadandir qutulishni istashingizni belgisi bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.